Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar hozirroq nima qilish kerak? Bankdagi pensiya, poliklinika, notarius, meros karta, subsidiya yoki boshqa davlat xizmatlarida muammo bo'lmasligi uchun qanday yo'l tutish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, bobolarimiz, pensiya yoshidagi yaqinlarimiz bor. Videoni hozirroq saqlab qo'ying, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki men hozir sizga vayma qilmasdan, lekin kechiktirmasdan bajarilishi kerak bo'lgan ishlarni birma-bir aytaman. Avvalo eng muhim narsani aniqlab olaylik. Eski pasport deganda hamma bir xil hujjatni nazarda tutmaydi. Kimdir eski Sovet davridagi qizil yoki boshqa ko'rinishdagi hujjatni aytadi. Kimdir 1910 yillar va 2000 yillarda berilgan eski namunadagi pasportni aytadi. Kimdir esa biometrik pasportni eski pasport deb o'ylaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda shaxsni tasdiqlash tizimi bosqichma-bosqich ID kartaga o'tayotgani sababli ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Mening qo'limdagi pasport endi yaroqsiz bo'lib qoldimi? Pensiyam to'xtab qolmaydimi? Bank kartam ishlamay qolmaydimi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Ilgari fuqarolar shaxsini tasdiqlash uchun asosan pasportdan foydalanar edi. Pasport bilan bankka borardik, pensiya rasmiylashtirardik, notariusga kirardik, uy-joy oldi-sotdi qilardik, poliklinikaga biriktirilardik. Telefon raqami olardik. Keyin biometrik pasportlar joriy qilindi. Undan keyin esa ichki foydalanish uchun ID karta tizimi joriy etildi. Ya'ni davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, migratsiya va boshqa idoralar fuqaroni raqamli bazalar orqali tezroq aniqlashi uchun ID karta qulayroq shaklga aylandi. Bu degani hammaning qo'lidagi eski pasport bir kunda bekor bo'lib qoldi degani emas. Lekin bu degani hujjatingiz muddati tugagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, surat sizga o'xshamay qolgan bo'lsa, pasport yaroqsiz holga kelgan bo'lsa yoki ayrim xizmatlar ID kartani talab qilayotgan bo'lsa, sizda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar uchun bu masala juda sezgir. Chunki pensiya odatda bank kartasiga tushadi, ayrimlar naqd oladi, ayrimlar ishonchnoma orqali farzandi yoki nabirasiga oldiradi. Hujjatda xato bo'lsa yoki u tan olinmasa, pul olish, ishonchnoma qilish, davolanish, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal imtiyoz, meros ishlari kabi masalalarda kechikish bo'ladi. Asosiy qism 1. Kim xavotir olishi kerak? Kim hozircha shoshilmasa ham bo'ladi? Endi eng asosiy savolga o'tamiz. Kimlar hozirroq harakat qilishi kerak? Men buni aniq vaziyatlar bo'yicha tushuntiraman. Birinchi toifa pasportining amal qilish muddati tugagan pensionerlar. Agar hujjatingizda amal qilish muddati ko'rsatilgan bo'lsa va bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, bankda, notariusda, davlat xizmatida sizdan yangi hujjat so'rashlari mumkin. Masalan, 38 yoshli otaxonning pasport muddati 2023 yilda tugagan, lekin u men uyda o'tiraman, chetga chiqmayman, menga nima kerak deb yuribdi. Bir kuni bank kartasi bloklanib qoladi yoki yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Bank xodimi tizimga kiritganda hujjat muddati o'tganini ko'radi va yangi hujjat olib kelishni so'raydi. O'sha paytda otaxon shoshilib migratsiya bo'limiga boradi, navbat kutadi, rasmga tushadi, to'lov qiladi. Natijada bir kunlik ish 1 haftaga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun muddat tugagan bo'lsa kechiktirmang. Ikkinchi toifa pasporti jismonan yaroqsiz holga kelganlar. Ba'zi pensionerlar hujjatini ko'p yillar davomida cho'ntagida olib yuradi. Ustiga suv to'kilgan bo'ladi, varaq yirtilgan, muhr o'chgan, surat xiralashgan bo'ladi. Bunday holatda hujjat qog'ozda bor. Lekin amalda muammo tug'diradi. Masalan, onaxon dorixonadan imtiyozli dori olish uchun yoki poliklinikada ro'yxatdan o'tish uchun pasport ko'rsatadi. Xodim seriya raqamini o'qiy olmaydi, surat aniq emas. Bazaga tushirish qiyin bo'ladi. Yangi hujjat olib keling deyishadi. Bu qonuniy talab bo'lishi mumkin. Chunki shaxsni aniq tasdiqlash kerak. Demak, pasportingiz yirtilgan, namlangan, muhrlari o'chgan, sahifalari ajralgan bo'lsa, uni yangilash kerak. Uchinchi toifa. Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili yoki oilaviy holat bo'yicha ma'lumotlarda tafovut borlar. Hayotda juda ko'p uchraydi. Bir joyda Muhammadjon, boshqa hujjatda Muhammadjon. Bir joyda To'xtayeva, boshqasida Tuxtayeva. Nikoh guvohnomasida boshqa yozilgan, pasportda boshqa yozilgan. Pensionerning pensiya hujjatlari, bank ma'lumotlari, soliq yoki kadastr bazasidagi ma'lumotlari bir-biriga mos kelmasa, keyinchalik meros yoki mulk masalasida katta muammo chiqadi. Masalan,
72 yoshli ayolning uy kadastrida eski familiyasi bilan turibdi. Pasportida esa turmushga chiqqandan keyingi familiyasi bor. Farzandlari meros rasmiylashtirishga kelganda notarius hujjatlar orasidagi bog'liqlikni isbotlang deydi. Shuning uchun bugun tirikligida, sog'ligi joyida hujjatlarni tartibga keltirib qo'yish juda muhim. 4-toifa pensiyasini boshqa odam orqali oladiganlar. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzand yoki qarindoshi ishonchnoma bilan pensiya oladi. Ishonchnoma rasmiylashtirishda notarius shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiradi. Agar pasport muddati tugagan yoki yaroqsiz bo'lsa, ishonchnoma berilmasligi mumkin. Tasavvur qiling. Yotib qolgan takken bit yoshli buvining pensiyasini kelini olib turadi. Ishonchnoma muddati tugagan yangilash kerak. Notarius keladi yoki buvini olib borishadi, lekin hujjati eski va ma'lumoti bazada chiqmaydi. Natijada ishonchnoma cho'ziladi, pensiyani olish kechikadi, dori-darmon puli vaqtida bo'lmay qoladi. Shuning uchun bunday oilalarda hujjat masalasini ayniqsa oldindan hal qilish kerak. 5-toifa. Chet elga chiqishni rejalashtirayotgan pensionerlar. Bu yerda alohida farq bor. Ichki ID karta bilan O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlaysiz, lekin chet elga chiqish uchun xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar biometrik pasport bilan ID kartani xorijiy pasport bilan eski pasportni aralashtirib yuboradi. Agar pensioner davolanish uchun Turkiyaga, Rossiyadagi farzandlarini ko'rishga, Qozog'istonga yoki boshqa davlatga bormoqchi bo'lsa, albatta xorijga chiqish hujjati masalasini alohida tekshirish kerak. Ikki hujjat borligi chetga chiqishga yetarli bo'lmasligi mumkin. Endi kimlar hozircha ortiqcha vahima qilmasligi mumkin. Agar sizning shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz amalda bo'lsa, muddat tugamagan bo'lsa, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, bankda, pensiya tizimida, poliklinikada muammo bo'lmasa, hozirning o'zida ertaga hammasi bekor bo'ladi deb vahima qilishingiz shart emas. Lekin men ekspert sifatida baribir maslahat beraman. Hujjatingizni bir marta tekshirtirib oling. Chunki muammo ko'pincha kerakli paytda bilinadi. Odam kasalxonaga yotish kerak bo'lgan kuni, pensiya kartasini almashtirish kerak bo'lgan kuni, notariusda bitim qiladigan kuni hujjatdagi xato chiqib qolsa, asab buziladi. Birinchi misol. 15 yoshli pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi, bank kartasi orqali ishlatadi. Karta muddati tugaydi. Bankda yangi karta olishga boradi. Bank xodimi hujjatni tizimga kiritadi va pasport muddati o'tganini ko'radi. Pensioner mening pensiyam tushyapti-ku deydi. Ha, pensiya tushayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bank yangi xizmat ko'rsatish uchun amaldagi hujjat so'raydi. Natija, avval migratsiya bo'limiga borib hujjatni yangilash, keyin bankka qaytish kerak bo'ladi. Agar pensioner qishloqda yashasa, tuman markazga 2 marta qatnaydi. Yo'l kirasi, vaqt, sog'liq, navbat hammasi qo'shiladi. Ikkinchi misol. 7 yoshli onaxonning pasportida tug'ilgan sanasi 1974 yil 3 may. Pensiya hujjatlarida esa 1974 yil 5 may bo'lib qolgan. Bu kichik xato bo'lib ko'rinadi. Lekin sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik nafaqasi, meros, bank identifikatsiyasi, elektron hukumat tizimlarida bunday tafovut to'siq bo'ladi. 2 kun farq nima qiladi deyish mumkin. Lekin tizim uchun bu ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni noslashtirish kerak. 3-misol. 7-8 yoshli otaxon pensiyasini naqd oladi. Pochtachi yoki bank vakili kelganda hujjat ko'rsatadi. Surati 25 yil oldingi. Otaxonning ko'rinishi juda o'zgargan. Xodim shaxsni aniqlashda qiynaladi. Ba'zan qo'shimcha savol beriladi, mahalla tasdiqlashi so'raladi. Bu otaxon uchun noqulay. Yangi ID karta yoki amaldagi hujjat bo'lsa bunday muammo kamayadi. 4-misol. Buvining uy joyi bor, lekin barcha hujjatlar eski pasport raqami bilan rasmiylashtirilgan. Farzandlari hujjatni yangilasak, uydagi hujjatlar buzilib ketmaydimi deb qo'rqadi. Yo'q, hujjat yangilanishi mulk huquqini yo'qotmaydi. Eski pasport raqami tarixda qoladi, yangi hujjat shaxsni tasdiqlash uchun beriladi. Lekin kadastr, bank yoki notariusda eski va yangi ma'lumotlarni bog'lash talab qilinishi mumkin. Shuning uchun eski pasport nusxalarini, kadastr hujjatlarini, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlarni saqlab qo'yish kerak. Endi eng muhim nozik tomonlarini aytaman. Birinchi nuans. Eski pasport bekor bo'ldi degan gapni eshitib, darrov kimdir sizdan pul olib, men tez qilib beraman desa ehtiyot bo'ling. Hujjatlarni rasmiylashtirish faqat vakolatli idoralar orqali bo'ladi.
pasport yoki ID karta masalasida eng to'g'ri yo'l. Doimiy yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish. Kimdir bazaga kiritib qo'yaman, navbatsiz qilib beraman, jarimani yopaman desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Ikkinchi nuans, pensionerning o'zi bor olmasa nima bo'ladi? Ko'pchilik shuni bilmaydi. Agar odam og'ir kasal, yotib qolgan, nogironligi bor yoki mustaqil harakatlana olmasa, mahalla, tibbiyot muassasasi, yaqin qarindoshlar orqali idoraga murojaat qilib, joyga chiqqan holda xizmat ko'rsatish imkoniyatlari haqida so'rash kerak. Har doim ham bu bir kunda hal bo'lmasligi mumkin, lekin bunday vaziyatlar uchun amaliy mexanizmlar bor. Eng noto'g'ri yo'l. Yotib qolgan odamni hujjatsiz qoldirish. Chunki keyin ishonchnoma, pensiya, davolanish, vasiylik, bank amaliyotlarida hammasi to'xtab qoladi. Uchinchi nuans, hujjat almashtirilganda pensiya avtomatik to'xtab qoladi degan qo'rquv. Odatda hujjat yangilanishi pensiyani bekor qilmaydi. Siz shaxs sifatida o'sha odamsiz, faqat hujjat raqami yoki shakli yangilanadi. Lekin bank pensiya jamg'armasi, mahalla yoki boshqa tizimlarda yangi hujjat ma'lumotlarini yangilash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi hujjat olganingizdan keyin bo'ldi uyga keldim deb qo'ymang. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, bankingizga borib yangi hujjat ma'lumotlari kiritilganini tekshirtiring. Agar pensiya bo'yicha biror imtiyoz, kompensatsiya, ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, tegishli idorada ham ma'lumotlar yangilanganiga ishonch hosil qiling. 4-chi nuans, eski pasportning o'zini tashlab yubormang. Ayrim odamlar yangi ID karta olgach, eski pasport kerak emas deb o'ylaydi. Rasmiy tartibda hujjatning o'zi olib qolinishi yoki belgi qo'yilishi mumkin, lekin sizda nusxalar bo'lishi juda foydali. Chunki eski pasport raqam bilan rasmiylashtirilgan hujjatlar bo'lishi mumkin. Bank shartnomasi, kadastr, meros, nikoh, sud hujjatlari, mehnat daftarchasi, pensiya ishi. Shuning uchun eski pasportning asosiy sahifalari, propiska sahifasi, nikoh yoki farzandlar qayd etilgan sahifalari bo'lsa, sifatli nusxa yoki telefon orqali aniq rasm qilib saqlab qo'ying. Bu keyinchalik shaxsiy tarixni isbotlashda yordam beradi. 5-chi nuans, men pensionerman, menga jarima bo'lmaydi deb o'ylamang. Qonunchilikda ayrim toifadagi shaxslarga yengilliklar bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar bo'yicha imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin hujjatni o'z vaqtida rasmiylashtirish majburiyati hamma uchun muhim. Agar hujjat muddati juda uzoq o'tib ketgan bo'lsa yoki yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish masalasi tartibsiz bo'lsa, qo'shimcha savollar tug'ilishi mumkin. Eng yaxshi yo'l muammo kattalashmasidan o'zingiz borib aniqlashtirish. 6-chi nuans, familiya o'zgarishi va nikoh masalasi. Pensioner ayollarda eng ko'p uchraydigan holat qiz familiyasi, turmush familiyasi, pasportdagi yozuv, kadastrdagi yozuv. Bolalar tug'ilganlik guvohnomasidagi yozuv turlicha bo'lib qoladi. Bu bugun sezilmasligi mumkin, lekin meros paytida juda katta muammo bo'ladi. Masalan, ona o'z farzandiga uyini vasiyat qilmoqchi. Notarius hujjatlarni tekshiradi. Familiyada farq ko'radi. Nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Agar hujjatlar topilmasa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu bir necha kun emas, ba'zan bir necha hafta yoki oy vaqt oladi. Shuning uchun pensionerlar hoziroq nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, kadastr hujjatlarini bir papkaga yig'ib qo'yish kerak. 7-chi nuans, ID karta oldim, propiska qayerda ko'rinadi? Degan savol. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuradi. Ayrim hollarda plastik kartaning o'zida hamma narsa yozilmagandek tuyuladi. Lekin idoralar tizim orqali yashash joyi, shaxsiy identifikatsion raqam, fuqarolik va boshqa ma'lumotlarni tekshiradi. Shunga qaramay, pensionerlar uchun qog'oz ma'lumotnoma kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkib, kadastr va boshqa hujjatlarni kerak bo'lganda davlat xizmatlari markazi orqali olish mumkinligini biling. Endi aniq yo'l yo'riqqa o'tamiz. Men pensionerlar va ularning farzandlariga quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. 1-qadam, uyda hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID kartani oling. Amal qilish muddatiga qarang. Seriya raqam, tug'ilgan sana. Ism familiya to'g'ri yozilganmi? Surat aniqmi? Hujjat yirtilmaganmi? Namlanmaganmi? Sahifalar butunmi? Shu narsalarni tekshiring. Agar hujjat eski ko'rinsa-yu, lekin muddati bor bo'lsa ham, uni kamida bir marta idorada tekshirtirgan ma'qul. 2-qadam,
hujjatdagi ma'lumotlarni boshqa muhim hujjatlar bilan solishtiring. Pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank shartnomasi, plastik karta ochilgan hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjati, mehnat daftarchasi, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, hammasidagi ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sanani taqqoslang. Bitta harf farqi ham kelajakda masala chiqarishi mumkin. Ayniqsa lotin va kiril yozuvida farqlar bo'lsa, rasmiy idoradan qanday yozuv asosiy hisoblanishini aniqlashtiring. 3-qadam. Doimiy yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening hujjatim amaldami? Yangilashim kerakmi? ID karta olishim kerakmi? Qanday to'lov bor? Qancha muddatda tayyor bo'ladi deb aniq so'rang. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi avval borib maslahat olsin. Zarur bo'lsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim orqali yordam so'ralsin. 4-qadam. Odatda kerak bo'ladigan hujjatlarni oldindan tayyorlang. Amaldagi pasport yoki mavjud eski hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh agar familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar, to'lov kvitansiyasi, ayrim holatlarda fotosurat yoki rasmga tushirish jarayoni idoraning o'zida bo'lishi mumkin. Hujjatlar ro'yxati vaziyatga qarab farqlanadi. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki yaqin davlat xizmatlari markazidan aniqlashtiring. 5-qadam. Yangi hujjat olgach, ma'lumotlarni yangilang. Bankka boring. Pensiya tushadigan karta yoki hisob raqami bo'yicha yangi hujjat ma'lumotlari kiritilganini tekshirtiring. Pensiya bo'limi bilan bog'liq masalangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limidan aniqlashtiring. Agar poliklinika, ijtimoiy yordam, subsidiya, kommunal imtiyoz, nogironlik nafaqasi, sanatoriy yo'llanmasi, telefon raqami yoki boshqa xizmatlarda eski pasport ma'lumoti turgan bo'lsa, imkon qadar yangilang. 6-qadam. Hujjatlarning nusxalarini bitta papkaga joylang. Men har bir pensioner oilasiga hujjat papkasi qilishni tavsiya qilaman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, eski pasport nusxalari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, farzandlar bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr, bank ma'lumotlari, pensiya hujjatlari, tibbiy ma'lumotnomalar bo'lsin. Bitta papkada tursa, favqulodda vaziyatda farzandlar nima qayerda ekanini biladi. 7-qadam. Ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. Agar pensioner yosh katta, tez kasal bo'lib qoladigan yoki yura olmaydigan bo'lsa, bank, pensiya, tibbiyot, davlat xizmatlari bo'yicha kim yordam berishini oldindan aniqlab oling. Notarius orqali qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'lsa, hujjat amaldaligida qiling. Odam o'g'irlashib qolgandan keyin notariusda ham, bankda ham ish qiyinlashadi. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga pasportingizni uzoq muddatga berib yubormang. Telefon orqali kelgan pasportingiz bekor bo'ldi. Kodni ayting. Kartangizni yangilaymiz degan gaplarga ishonmang. Bank kodi, SMS kod, plastik karta paroli hech kimga aytilmaydi. Hujjat masalasi faqat rasmiy idoralarda hal qilinadi. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga bu xavfni tushuntirib qo'yish kerak. Xulosa qilib aytaman, eski pasport masalasida vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Hujjatingiz muddat tugagan bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, ma'lumotlarda xato bo'lsa, bank, pensiya, notarius yoki davlat xizmatlarida muammo chiqmasdan oldin uni tartibga keltiring. Pensionerlar uchun eng muhim narsa pensiya to'xtab qolmasligi. Bank kartasi ishlashi, ishonchnoma rasmiylashishi, tibbiy va ijtimoiy xizmatlardan muammosi foydalanishidir. Buning uchun hujjatlar amalda toza, aniq va bazalardagi ma'lumotlar bilan mos bo'lishi kerak. Agar sizda yoki ota-onangizda eski pasport bo'lsa, bugunoq muddatini tekshiring. Hujjatlarni bir papkaga yig'ing. Kerak bo'lsa migratsiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda eski pasport yoki ID karta bo'yicha qanday muammolar bo'lyapti? Bank yoki pensiya olishda qiyinchilikka duch keldingizmi? Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqa, hujjatlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng kerakli masalalarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.